Variator yaxshimi, avtomatik korobka yaxshimi? Variator yaxshi aka, shahar ichiga variator yaxshi. Siz mashinamizni 40 million foydada sotib olishingiz mumkin. Mashinamiz ekonomishniy, bastiga qaraganda ancha kam benzin rasxod qiladi, 7-8 litr rasxod qiladi. Shu godasiga 7-8 litr. Zapaska ham aka 18 ballon, birga bir diska ballon bo'ladi. Bir xili. Kichkina ballondan bas. Katta tezlikda, reski pоворotlarda mashina o'zini yaxshi ushlaydi yo'lda. Aka, xavfsizlik jihatlari qanaqa buni? 40 million so'm foydada sotib olsa bo'ladi. Xuddi shunday aka. Aka, nemetskiy motor. Motor nemetskiy bo'ladi. Mashinaga 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiyasi bor. Aka, 5 yilga garantiya beryapsiz-ku. Men keyinchalik zapchasi bilan servisdan qiynalmayapman. Rassrochkaga aka mashinamizni 3 yilgacha olsangiz bo'ladi. O'shanda hisoblasangiz kuniga 78 mingdan to'g'ri keladi. 78 mingdan to'g'ri kelib olishim uchun boshlang'ich necha foiz, necha pul to'lashim kerak? O'shanda 40 million foyda qilasiz. Plus propan. Oylik to'lovingiz 1 million 999 ming so'mdan. 2 millionga ham bormayapti даже. 1 million 999 ming so'mdan 3 oylik yilga. to'lovi 3 yilga bitta pasport evaziga olib ketsa bo'ladi. Bo'lsa oxirigacha bo'lsin aka, rassrochkalarni ham tushuntirib bering. Rassrochkaga ham olsa bo'ladimi, 8 Pro bo'ladi? Rassrochkaga ham olsangiz bo'ladi aka. O'zbekistonda yangilik akalar, yangi yil, yangi Cherry akalar. Cherry avtosaloniga yetib kelganman. Hozirgi kunda 40 million so'm foyda bilan Cherry avtomobillarini sotib olsalar bo'lar ekan. Faqatgina dekabr oyining oxirigacha. Misol uchun, Arizo 6 Pro ni 239 millionlik modelini oladigan bo'lsangiz, 199 million so'mdan sotib olsangiz bo'lar ekan. Plus propan bonus ham qilib berishar ekan. Hattoki kunlik to'lovi 60 ming so'mdan 78 ming so'mdan har xil modellarini rassrochkaga bitta pasport evaziga o'zini narxini bo'lib to'lashga olsangiz bo'lar ekan. Nemetskiy motor ekan. 5 yil garantiya 5 yil yoki yoki 150 ming kilometr. Hammasi rostmi hozir aytganim bilan? To'ppa-to'g'ri. Bo'lmasam aka salonga kirib, batafsil ma'lumot sizlar uchun olamiz. Bittadan like bosib qo'yinglar. Sizlar uchun eng zo'r mashina O'zbekistonda qaysi? Puliga stoyt bo'lgan mashinani albatta yozib qoldiring. Yaqin orada qanaqa mashina olmoqchisiz? Keling, men sizga zo'r mashinalarni ko'rsataman. Albatta shu mashinadan olgingiz kelib qoladi, chunki buni garantiyalari, dizayni hamma yo'g'i zo'r. Qaysi tomondan ko'ramiz aka? Tigo 7 Pro dan boshlaymiz. Tigo 7 Pro dan mana. Ko'rib turgan modelimiz Tigo 7 Pro ning birinchi pozitsiyasi bo'ladi, luxury pozitsiyasi. Mashinamiz 1.5 litrli turbina motor bilan jihozlangan. 2 xil rejim vojdeniyada minsangiz bo'ladi. Eko va sport. Zo'r. Xo'p, mashinamiz ekonomishniy, bastiga qaraganda ancha kam benzin rasxod qiladi, 7-8 litr rasxod qiladi. Shu godasiga 7-8 litr. Xuddi shunday. Plus bonusiga propan ham bor. Mashinamizni siz skidkada 2 davom etavering. Siz mashinamizni 40 million foydada sotib olishingiz mumkin. Xohlasangiz rassrochkaga ham olishingiz mumkin. Hech qanaqa foiz aralashmaydi. O'zini pulini shunday bo'lib beramiz. Bonusiga propan ham bor ekan. Bu aksiyamiz 20-dekabrgacha davom etadi. O'shuning uchun ulgib olinglar. 20-dekabrgacha davom etadi. Dekabrda oxirigacha. 20-dekabrgacha. Chunki 20-dekabrdan keyin o'sha banklar ham sust ishlashni boshlaydi. 20-dekabrgacha ulgurib olgani tavsiya qilinadi. Tavsiya qilinadi. Mashinaning dizayni ham boshqacha ekan, aka. Albatta, aka. Orqa faralarini ham bitta ko'rsatib qo'ying. Bu modelimiz hozirgi paytda restyling modeli hisoblanadi. Bu restyling. Bu restyling 2025-yilda modeli. Eski modellarda bilsangiz o'rtasida emblemasi bo'lardi, uzoq joyi bo'lardi, yonmasdi. Bu hozir splashnoy yonadi. Bu bagajlari ham elektropриводный bo'ladi. Orqalarni kengligini qarang. Zapaska ham aka 18 ballon, birga bir diska ballon bo'ladi. Bir xili. Kichkina ballondan bas, bir xil. O'zini mashinasiga shu ballonning joyiga birga bir tushadi xullas. Bitta bossa yopiladimi? Bitta bossangiz yopiladi, qo'lda qismaydigan funksiyasi ham bor. Qaytarib yuboradi. Qaytarib yuboradi. Yosh bola bo'lsa ham qisib olmaydi. Albatta. Xo'p, aka, orqa podveskalarini ham aytib o'taman aka. Orqa podveskasi многорычажный bo'ladi, независимый podveska. Alohida tushadi. Alohida. Katta tezlikda, reski pоворotlarda mashina o'zini yaxshi ushlaydi yo'lda. Zo'r. Paroylari bo'ladimi o'zi? Yo'q, paroylarimiz o'zimiz qo'yganmiz. Qo'shimcha qo'yganmiz. U mijozning o'zi talabi, xohlasa alohida o'ziga bir dop funksiya qilib qo'ydirsa bo'ladi. Aka, xavfsizlik jihatlari qanaqa buni? Aka, xavfsizlik tomonidan ham zo'r. Mashinaning oldi dugalari juda qalin metalldan ishlangan. Лобовое столкновениеda ham ancha-muncha mashina nima desam bo'ladi? Udarni ushlab qoladi. Plus har tomonlama podushka безопасности bor. Rulda ham, airbaglarda ham, stoykasida ham podushka безопасностьlari bor ekan. Stoykalarda ham bor, rulda ham bor, torpedada ham bor. Torpedada ham bor. Mashinamiz полный eko kojadan ishlangan. Oldi sideniya, orqa sideniya rullari полный qiziydi, podogrefi bor. Bitta dizaynni ham ichki interyer qismlarini ham ko'rsatib qo'ying. Sideniyalari ham полный elektropривод bo'ladi. Hozir bunaqa uslubi yo'q.
ancha foyda qilishingiz mumkin hozir. Hozirgi kun- Yangi yil chegirmasida. 40 million so'm foydada sotib olsa bo'ladi. Xuddi shunday aka. Xo'p, aka buni o'zi nechta pozitsiyasi bor buni? Buni o'zi ikkita pozitsiyasi bor. Birinchi pozitsiyasini tan narxi 311 million 900 ming so'm. Aha. Agar naqd pul oladigan bo'lishsa, 40 million foyda bilan sotib olishsa bo'ladi. 40 million foyda bilan sotib olsa Agar bo'ladi. menga umuman foiz aralashmaydigan deydigan bo'lishsa, endi har xil odamlar bor. Kimdir foiz aralashmasligini Rasulishga aytamiz. o'shaning uchun rassrochkamiz ham bor. Hech qanaqa foizi yo'q. O'zini tanini bo'lib beramiz. Bo'lib beriladi. 3 yilgacha bo'lib beramiz. 3 yilgacha bo'lib beriladi. Aka nemetskiy motor. Motor nemetskiy bo'ladi. Mashinaga 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiyasi bor. Garantiya motor, korobka, elektronikasiga javob beriladi. Korobkasi qanaqa? Variatormi? Korobkasi variator, ekonomichniy SVT bo'ladi. Variator yaxshimi, avtomat korobka yaxshimi? Variator yaxshi aka, shahar ichiga variator yaxshi. Nimani hisobiga? Chunki skorosti переключать qilganda plavniy bo'ladi, и ekonomichniy bo'ladi. Ekonomishmi? Vaqtida yog'ni almashtirib yursangiz, mashina sizga uzoq yil xizmat qiladi. Uzoq yil xizmat. Производитель ham zavod bekordan bekor 5 yilga garantiya bermayapti. Chunki Ho'p, produktiga uverin. Aka 5 yilga garantiya beryapsiz-ku. Aha. Men keyinchalik zapchasi bilan servisdan qiynalmaymanmi? Qiynalmaysiz, sababini ham aytib o'taman. Mashinamiz o'zimiz ADM Jizzax zavodida yig'iladi, ishlab chiqarilmaydi, yig'iladi. То есть Xitoydan tayyor mahsulot keladi, bizda просто konstruktorga o'xshab yig'ishadi, lekin hamma zapchasilar bor. Hamma zapchasilar bor. O'zimizda mana servis byuroyimiz bor. Va servis ustaxonamiz ham bor. Bemalol kelib, mashinaga nima texnik xizmat ko'rsatish kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga ko'rsatib ketsanlaring bo'ladi. Pechatlarni urib, garantiyli holatda hamma yo'qni qilib beramiz. Bu necha pullik aka? Bu nechinchi pozitsiyasi? Bu birinchi pozitsiyasi, birinchi pozitsiyaning nomi bor, Luxury deb nomlanadi. Luxury deyiladi. Bu narxi 311 million 900. Foydada olaman desangiz, 40 million foydada. 311 millionmi, 319 million? 311 million 900. O'zini narxi. O'zini narxi, tani. Foydada olamiz. Foydada olaman desangiz, 271 million 900 bo'ladi. 271 million so'm naqd to'lashadigan bo'lsa, 40 million foydada olib chiqib ketishaveradi. Plus propan. Plus propan bonus. Ikkinchi pozitsiyasi-chi? Ikkinchi pozitsiyasining narxi 344 million 900. Agar naqd pul yoki avtokredit bo'lsa, 40 million foydada 304 million 900 bo'ladi. 304 million naqd sanasa. Endi rassrochkaga Rassrochkaga aka mashinamizni 3 yilgacha olsangiz bo'ladi. O'shanda hisoblasangiz kuniga 78 mingdan to'g'ri keladi. 78 mingdan to'g'ri kelib olishim uchun boshlang'ich necha foiz, necha pul to'lashim kerak? Xo'p, mashinani 3 yilgacha olsangiz bo'ladi. 1 yildan 3 yilgacha boshlang'ich to'lovi 30% dan 70% gacha. O'sha necha pul bo'ladi aka? Boshlang'ich to'lovi. Xo'p, hozir ko'rib o'tamiz. Ha, jadvallar chiqib olganlar. Jadvallar tayyor qilib qo'yganmiz adashmaslik uchun. Zo'r qilib tiniq ma'lumot beramiz, xudo xolasa. 70% ni to'lab turib 3 yilgacha olishsa, oylik to'lovi 2 million 600 mingdan chiqyapti. 2 million 600 ming. O'shanda kuniga hisoblasangiz 78 ming so'mdan chiqyapti. Boshlang'ich to'lov qancha bo'ldi? Boshlang'ich to'lovi 221 million bilan chiqyapti. 221 million bo'lyapti. Shunda 3 yilga olyapti. 3 yilga qolganini taniga bo'lib beramiz, umuman foiz aralashmaydi. Foiz aralashmaydi. Yo'q. Faqat bunga 40 millionlik foyda amal qilmaydi. Faqat rassrochka, bitta pasport, boshqa narsa talab qilinmaydimi? Bo'ldi. Ya'ni nima deydi, karta, ish haqi degan narsalar talab qilinmaydi. Pasport kerak bo'ladi, bo'ldi. Pasport uylangan bo'lsa, ayolini pasportlari yoki o'rtadagi shu ZAGS qog'ozi ham kerak bo'ladi. Bitta pasport evaziga rassrochkaga 3 yilgacha olsa bo'laveradi. Bo'ladi aka, bemalol. Zo'r aka. Xo'p, buni ikkala pozitsiyasini ham aytdik. Endi xo'p, Arizo 6 Pro. Buni 50% boshlang'ich to'lov bilan qanchaga olsa 2 yilga olsangiz bo'ladi. 2 yilga olsa bo'ladi, 50%. 2 yilgacha olsangiz bo'ladi. 30% bilanmi? 30% bilan 1 yilga, 40% bilan 1,5 yilga. 1 yilga 1,5 yilga olsa bo'ladi. Bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqsalaring, jadvallarni ham tashlab berishaveradi. Men bermayotgan savollar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring, javob berishaveradi. Bu aka, bu ko'rib turgan hit bo'layotgan Arizo 6 Pro. Eng ko'p sotilgan mashinamiz Arizo 6 Pro modelimiz. Bu birinchi pozitsiyasi bo'ladi. O'zini tan narxi 239 million 900. Naqd pul to'laydigan bo'lsangiz, 199 million 900 ga qilib beramiz. O'shanda 40 million foyda qilasiz. Plus propan. Propani ham original polskiy farsunkada bo'ladi. Naqd pulga oladigan bo'lsak qancha qilib beryapti? Naqd pulga ham 199 million 900 ming. 1,5 litrli bu atmosferniy motor bo'ladi. Eko sport rejimlari bor, podogreflari bor. Ahamiyat bersangiz, aka old oblitsovkalari yaponskiy Lexus yoki Toyota Camry. Bu restyling varianti. Bu restyling 2025. 2025 restyling varianti. Ichlari ham umuman boshqa koja bilan. Polniy koja salon aka. Salonda 1, 2, 3-pozitsiyalar hammasi bir xilmi? Hammasida bir xil bo'ladi. Sideniya, rul, torpeda hamma yo'q bir xil bo'ladi. Farqi shu motorida, funksiyasida bo'ladi xolos. Skorost-chi? Skorost o'zgaradi. 3-pozitsiyasida, misol mana 1-2 pozitsiyalarida ko'rib turgan bo'lsangiz, aka. Ichkarini ko'rsatib qo'ying nima? Avtomat korobka bo'ladi, lekin richagda mana misol jildirishga to'g'ri kerak bo'ladi-da, mana.
Uchinchi pozitsiyasi joystick bo'ladi. Qo'lingizda bunday Orqaga qaytib qolaveradi joyiga. Orqaga qaytib qolaveradi joyida. Как BMW stilda qilingan. Zo'r. Xo'p, aka, birinchi pozitsiyasini narxi 239 million edi, 40 million foyda bilan 199 millionga olsa Shunaqa. bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyasi 254 million 900, 40 million foydada olaman desangiz, 214 million 900 bo'ladi. Naqd pulga. Naqd pulga yoki avtokreditga. Aha. Xo'p, uchinchi pozitsiyasini tan narxi 279 million 900. Agar naqd pulga oladigan bo'lsangiz, o'shanda 279 million 900, naqd pulga olsangiz 239 million 900 bo'ladi. 239 million Shu har bitta pozitsiyasidan minus 40 million foydada. minus naqd pulga. Bir-biridan pozitsiyalarda nima farq qiladi? Xo'p, birinchi pozitsiyani ko'rib turgan pozitsiyangiz 1.5 atmosferniy motor bo'ladi. Aha. 16 diskada bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyasi 1.5 turbina motor bo'ladi, 17 diskada bo'ladi. Uchinchi pozitsiya ham 1.5 turbina, 17 diska, lekin uni funksiyasi ko'proq. Nimalar qo'shiladi? Unda lyuk bo'ladi, 360 kamerasi bo'ladi, slipая zona, беспроводная зарядка, адаптивный круиз-контроль, полоса удержания, автопилот, hamma yo'g'i bor. Hamma yo'g'i bo'ladi. Full komplektatsiyada. Управление сиденияни ham elektronniy. Regulirovkasi elektronniy bo'ladi. Mashina juda ham tez aka. Buni bilaligini olsangiz aka, uchadi mashina. Qop-qora qilib olsa ham bo'ladi, mana Bunda Black Piano qilsangiz ham bo'ladi. Bu Black Piano xizmatlari o'zimizda ham bor. Bor-a o'zi ham. O'zimiz ham qilib beramiz. Garantiyniy holat qilib beramiz. Garantiyadan chiqib ketmaydigan holatda qilib beramiz. Ha, rassrochkaga ham olsa bo'ladimi? Rassrochkaga ham olsangiz bo'ladi bu mashinani. Xuddi shunaqa 30% bilan 70% bilan 30-70% ni to'lab turib 1 yildan 3 yilgacha olsangiz bo'ladi. Xo'p, aka, buni 70% ni to'lasak, necha yilga chiqarib Bor berasiz? aka, grafikini hozir ko'rib beraman sizga grafikni adashmaslik uchun. Xo'p aka. Mashinamiz 70% ni to'lasangiz 170 million bo'lyapti. Oylik to'lovingiz 1 million 999 ming so'mdan. 2 millionga ham bormayapti даже. 1 million 999 ming so'mdan 3 oylik yilga. to'lovi 3 yilga bitta pasport evaziga olib Bitta ketsa pasport bo'ladi. evaziga. To'g'ri. Muammo bo'lmaydi. Umuman. Ertalabga sabatda ishi bitadimi? Xuddi shunday. Xudo xolasa. Bir kunda 50% to'lasa necha puldan tushadi? 50% to'lasangiz aka, mashina 2 yilga chiqadi. 2 yilga oladigan bo'lishsa, 2 yilga ham bor aka. 2 yilga bo'lsa aka 123 million bilan chiqyapti. Oylik to'lovingiz 4 million 997 mingdan. 4 million 997 Kuniga 160 mingdan chiqyapti. 2 yilga bo'ladi-da bu. Bu 2 yilga bo'ladi. 1 yil muddati kamroq. Endi 30% ga to'lasa 1 yilga olishsa bo'ladi. 30% to'lasa 1 yil olasiz. Shunaqa. Do'stlar, bittadan like bosib qo'yinglar, akalar, shunaqangi imkoniyatlar bo'lyapti ekan. Restyling. Rangini ham aka ahamiyat bering, oq baz bu. Jemchukmi? Jemchuk pudrasi bor. Avtoda toblanadi bu. Ha, o'zgaradi, O'zgaradi. Bittadan like bosib qo'yamiz, akalar, mana shunaqangi 3 yilgacha rassrochkaga bitta pasport evaziga o'zini narxiga bo'lib to'lashga berib yuborishyapti ekan. Siz yana qanaqa shartlarda olgan bo'lardingiz? 5 yil, 6 yil qilishganda olgan bo'larmidingiz yoki umuman boshlang'ich to'lovsiz olgan bo'larmidingiz? Albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Biz 8 Pro haqida ham gaplashamiz. Hop, bu 8 Pro modelimiz. Aha. Pro Max-a bu? Bu Pro Max 3-pozitsiyasi, eng full pozitsiyasi. Aha. Buni tan narxi 480 million. 480 million 900 aniqrog'i. 480 million 900. Hozirgi paytda avtosalonda eng qimmat, eng zo'r, eng katta bahaybat mashinasi hisoblanadi. Salonimiz ko'rki. Eng zo'ri bu. Eng zo'ri shu hozir. Bundan zo'ri yo'q. O'zi ham shu bittada bilinib turibdi-da. Mashinamiz 7 kishilik bo'ladi. Orqada ham joyi bor-a? Orqada ham joyi bor. 3-qatori bor. Uni ham ko'rsataman hozir sizga. Elektronniy ochiladi, bu Hamma ham. elektronniy. Elektronniy ochilyapti. Mana 3-qatori. 3-qatorni ko'rsatib qo'yaylik. Mana 3-qatorini bitta ko'ringlar mana. Dalniy yo'lga oila a'zolaringiz bilan, qarindosh-urug' bilan bemalol ketaverasiz aka. Bo'ldi ekan-a? Mashina полный привод. Toqqa ham ketaverasiz. 4 ta to'g'radimi? Ha, 2 turbina motor. 245 ta ot kuchi. Wow. Полный привод. 6 xil rejim vojdeniyasi bor. Qorda alohida, loyda alohida, shahar ichida, tog'larda, sport, eko, normal. O'zingiz tanlayverasiz, o'zingizga qanday yo'l tanlamayotganda. Yo'l tanlamaydi bu aka. Zo'r. Bunga ham propan bonus qilib berasizlarmi? Qilib beramiz aka bunga. Nechta pozitsiyasi bor aka? Buni 3 ta pozitsiyasi bo'ladi. Bu eng full pozitsiyasi Pro Max. Buni massajlari, Atamanka, Alisa, Abduf Abagrev, head-up display, slipaya zona, 360 kamera, hamma yo'g'i bor aka. Xullas mashina juda aqlli. Buni narxi 480 million 900 ming so'm. Ikkinchi pozitsiyasi 418 million 900 ming Bu so'm. 8 Pro bo'ladimi?
Ikkinchi pozitsiyasi 8 Pro bo'ladi. 8 Pro bo'ladi. U qancha u? 418 million 900. 418 million 900. 900. Lekin 8 Prolarga naqd pul to'lov qilsa 40 million foyda 40 million foydasi bor. Maxga hozircha bu imkoniyat yo'q. Aha. Chunki bu mashinamiz nima desam bo'ladi, eng full komplektatsiyada. O'zi puliga arziydigan mashina ekan. Bunga 40 million foyda ham shart bo'lsa kerak. O'zi talash bo'lsa sotilayotgan mashinalardan bittasi bu. Xo'p, 8 Pro'da birinchi, ikkinchi pozitsiyasiga 40 million foyda amal qiladi. Amal qiladi. Birinchi pozitsiyasi 400 million. Ikkinchi pozitsiyasi 418 million 900. Dekabrda oxirigacha amal qiladi-yu, lekin banklar faoliyatini to'xtatishni hisobiga olib 20-dekabrgacha tezroq shoshilib olish tavsiya qilaman. To'g'ri, tavsiya qilamiz. 20-dekabrdan уже ag'aga уже banklar kvartal bekitadi, sal suslab ishlashadi. O'shanga 20-gacha qilib olsa yaxshi. Birinchi pozitsiyasini 40 million foydada necha puldan olishadi? Xo'p, o'shanda 360 million bo'ladi. 360 millionga olishaveradi. Ikkinichi? Ikkini, xo'p, 280 milliondan qilib beramiz. 280 millionga 280 dan olib ketsa bo'laveradi. Endi aka 278 million bo'ladi. bo'lsa oxirigacha bo'lsin aka, rasrochkalarni ham tushuntirib bering. Rasrochkaga ham olsa bo'ladimi 8 Pro ular? Rasrochkaga ham olsangiz bo'ladi aka. Qanaqa bo'ladi? Xuddi shunaqaki 30% dan 70% gacha to'lab turib, 1 yildan 3 yilgacha olsangiz bo'ladi. 3 yilligini 7 bilan shular 7 bilan 6 ning sharti bir xil. Bir xil. Buni 8 da ham bir xil bo'ladi. bunga bitta 70% ligini hisoblab bering. 70% to'lasak hisoblab beramiz. necha pul bo'ladi aka? Grafikini chiqarib beraman hozir, alohida hisoblab beraman. Aka, mashinamizni 3 yilga rasrochkaga olishadigan bo'lsa, boshiga 70% to'lab turib, 36 oy muddatga qilib beramiz. Oylik to'lov 3 million 332 mingdan bo'lyapti. Agar kunlikka hisoblaydigan bo'lsak, 111 ming so'mdan bo'lyapti aka. 111 ming so'mdan. 111 ming so'mdan kuniga 111 ming so'mdan mana shu bahaybat 8 Pro avtomobilimizni birinchi pozitsiyasini bitta pasport evaziga xuddi shunday 111 mingdan olib ketsa bo'laveradi, xullasi. bemalol aka. Kunlik. Faqat shu pasport kerak bo'ladi. Uylangan bo'lsa yoki turmush o'rtog'i bo'lsa, ZAGS qog'ozi, turmush o'rtog'ining pasportlari bo'ldi. Boshqa hech nima kerak yo'q. 70% to'lovi bor. 70% to'lovi bor. Hop, buni 50% 30% to'lov bilan olib ketsa bo'ladi. 50% to'lab turib 2 yilga olsangiz bo'ladi. 30% to'lab turib 1 yilga, 40% to'lasangiz 1,5 yilga. Bemalol olib ketsa bo'ladi. Bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Mijozlarimiz kelishsa, biz batafsil ma'lumotni avtosalonda beramiz. Hamma modellarimizga test drayvimiz bor. Bemalol kelib, o'ziga yoqtirgan mashinani minib ko'rib, biz hammalariga grafik chiqarib beramiz. O'zlariga qulay variantni taklif qilamiz. Shu g'o'dasiga nechta ichyapti bu? Shu g'o'dasi aka bu Pro Max. Buni motori 2 turbina и полный привод. Bu sal ko'proq rasxodi, bir 9-9,5 litr atrofida rasxod qiladi. 9,5 litr. Ha, birinchi va ikkinchi pozitsiyasini motori 1.6 bo'ladi, ularda rasxodi kamroq aka, 8 litr, 8,5 litr. 8-8,5 litr shahargacha. Shahargacha. Zo'r. Dalniga undan ham kam aka, 6 litr, shunaqa. Propan bonus bo'lsa qo'yib olsa bo'laveradi. Bemalol aka. Xo'p, mana shu o'zlaridan qo'shsa garantiyalar chiqmaydi? Propanni o'zimiz bepulga qo'yib beramiz birinchidan. Bu foyda mijozlarimiz uchun и garantiyasi ham bor. Именно Pro Maxga 7 yil garantiyasi bor yoki 2000 kilometrgacha. 7 yil yoki 2000 kilometr garantiya beryapsizmi shu mashinamizga? Bu ham germanskiy motor, nemetskiy motor bo'ladi. nemetskiy motor bo'ladi. Bizning mashinamizda hammasi motorlari Germaniyadan keladi. Germaniyadan keladi. Pod zakaz. Do'stlar, bittadan like bosib qo'yamiz. Kim niyat qilgan bo'lsa, hamma niyatiga erishib, yangi yilda yangi mashinalarda minish hammamizga nasib qilsin. Siz qaysi mashina ko'rsatganlarimizni yoqdi? Albatta kommentariyaga yozib qoldirish esdan chiqmasin. Pastda raqamlarni qoldirdik. Biz bermagan savollar bo'lsa, aloqaga chiqib beradigan bo'lsalar, to'liq ma'lumotlarni grafiklarigacha tashlab berishadi. Sog' bo'linglar, hamma yangi mashinalar nasib qilsin.